O'zsanoat qurilish bank ishlab chiqarish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Moliya muassasasi O'zsanoat qurilish materiallari uyushmasi bilan hamkorlikda navbatdagi press turni Nosirxon Muslim mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tkazdi. Jurnalistlar korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Poytaxtimizdagi Nosirxon Muslim mas'uliyati cheklangan jamiyati 2008-yilda o'z faoliyatini boshlagan. 2018-yildan korxona asosan alyumin kompozit panellar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. Hozirda 30 nafar xodim mehnat qiladi. Muzaffar To'ychiyev texnolog, u mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga mas'ul. Bu liniyamizni boshqaruv pulti bo'ladi. Bu yerdan liniyamizni boshidan oxirigacha boshqariladi. Bu yoqda graduslar qo'yiladi, graduslarga qarab turiladi, liniyaning tezligiga qaraladi. Liniyamizning qalinliklari bor, 4 mm ga ushlab turish kerak. O'shanga bu yoqdan boshqaramiz. Yopishmasligini ham ko'rib turamiz bu yoqdan. Liniyani boshidan oxirigacha bo'lgan jarayon hammasi shu yerda ko'rinib turiladi bu yoqda. Qo'limdagi mana bu granulalar mahalliy mahsulot hisoblanadi. Oddiy yelim paketdan qayta ishlangan ushbu granulalar korxonada 6 bosqichdan o'tib tayyor alikopond mahsulotlariga aylanadi. Korxonaning kunlik ish hajmi 6000 kvadrat metrni tashkil etadi. Birinchi bosqichda seriyosi olinadi. Seriyosi olinadi, ikkinchi bosqichda bu yoq tekislab yoyib beriladi. Eritilgan mahsulot polietilen chiqadi. Uchinchi bosqichda polietilenga kley yopishtiriladi. To'rtinchi bosqichda polietilen bilan kleyga alyumin yopishtiriladi. Har xil rangli alyuminlar yopishtiriladi. 5-bosqichda sovutiladi. 6-bosqichda bizning brendimizga yopishtirilgan plyonka yopishtirib, undan keyin standartga qo'yilib, kesib chiqarilishi boshlanadi. Shu kunga qadar faqat shu turdagi mahsulot, ya'ni alyumin kompozit panellarni ishlab chiqarib kelyapmiz. Iste'molchilarga yetkazib beryapmiz o'z vaqtida va sifatli. Ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo mahsulotlarini Xitoy Xalq Respublikasidan import qilamiz hamkorlarimizdan, hamda o'zimizning mahalliy mahsulot, ya'ni sho'rtan gaz kimyo majmuasini polietilen granullardan ishlab chiqazamiz. Korxonamizda bir oyda 143 ming metr kvadrat alyumin kompozit mahsulotlari ishlab chiqariladi. Endi xudo xolisa kelgusida rejalarimizda yana bir nafar kompozit panellar ishlab chiqarish liniyasini, ya'ni uskunani olib kelish hamda shu hajmimizni 2-2,5 baravarga ko'tarish rejalarimiz bor. Ichki bozorda o'z xaridorlariga ega bo'lgan korxona 2021-yilda eksportni ham yo'lga qo'yishga erishdi. Shu kungacha eksport hajmi $500 ming tashkil etdi. O'z navbatida tadbirkorga eksport geografiyasini kengaytirishiga O'zsanoat qurilish materiallari uyushmasi yaqindan yordam bermoqda. Bugungi kunga biz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga eksport qilamiz. O'zsanoat qurilish materiallar uyushmasi tomonidan bizga yordam tegyapti, mijozlarni topib berishyapti. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi bilan, Ozarbayjon bilan, Dageston bilan muzokaralar olib borilyapti. Yil oxirigacha xudo xolasa yana bir $200 ming gacha eksport qilish rejalashtirganmiz. Ishlab chiqarishga xalqaro ISO 9001 sifat menejmenti tizimi joriy etilgan. O'tgan yilning o'zida korxonada qariyb 31 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Ish hajmini oshirish maqsadida kelgusida qiymati $5 million yirik loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan.